Allohga qancha shukr qilsak arziydi, alhamdulillah. Respublikada 200 mingta oilaga eng sifatli oziq-ovqat mahsulotlaridan tayyorlangan oziq-ovqat mahsulotlari kirib boradi O'zbekistonimizning shunga ehtiyoji bor oilalariga. Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Bugun 23-may. Vaqf xayriya jamoat fondi Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi Mulla Qosim domla jome masjididamiz. Qurbon hayiti munosabati bilan 100 ta ehtiyojmand oilalarga oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berishni niyat qilganmiz. O'zbekistonimizda 2160 ta masjid bor. Shundan 500 ta masjidni tahoratxonasini ba'zi birlarini bugungi zamonga moslashlik uchun 200 milliard ajratdi. Muborak Qurbon hayiti arafasida biz mitti jajji farishtalarimizni yo'qlab keldik. Ikkinchi son yopiq hajmdagi Muruvvat uyiga Vaqf xayriya jamoat fondi bilan yigitlar bilan tashrif buyurdik. Ularni bayram bilan tabriklab, kayfiyatlarini, ko'ngillarini ko'tarishga harakat qilamiz. 10 mingdan ziyod xasta bolalar mablag' ajratildi, uni ham pulni o'tkazib berdi. Vaqf xayriya jamoat fondi